Xo'p, yaxshi, mana yangi qishloqqa ham yetib keldim. Nima ham qilardim? Mana shu yerga parkovka qilib qo'yaman. Mashinamning eshigini yopaman va kalit bilan qulflab qo'yaman. Yaxshi, xo'p. Barchaga salom do'stlar, mening ismim Brian va men yangi qishloqqa ko'chib keldim. Jin ursin. Nima ham qilardim? Hozir men o'zimga yangi uy topishim kerak. Ya'ni menga janob mer yangi uy beradi. Hozir janob merning oldiga boraman. Jin ursin, o'sha jitel janob mer bo'lsa, balki o'yinchi bo'lar. Mer hozir bilib ko'rib olaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimalar kerak? Xo'p, men uy sotib olmoqchi edim. Mana bu qishlog'ingizning oxiridagi, chetidagi uyni sotib olmoqchi edim. Mana uyni. Mayli, lekin u qo'shni eshitdan uyda nima ham qilardik? Xo'p, shunaqa deng. Mana bu pullarni oling. Mana bunisi boshqa gap, yaxshi bo'ladi. Mana oling pullarni. Mana shuni gapirsa bo'lar ekan-ku. Bo'ldi, og'zingizni o'chiring. Ko'rdinglarmi do'stlar? Hatto merga ham pul berganimda hech nima demay ovozini o'chirib qoldi. Hozirda hamma narsaga pul kerak bo'lyapti do'stlar. Jin ursin. Bu uyni ta'mirlash kerakga o'xshayapti. Mayli, nima ham qilardik? Ta'mirlash kerak bo'lsa ta'mirlaymiz-da. Hop, ishim ham oxirlab qoldi. Jin ursin. Bu Yo, stop. Kimdir kelyapti? Qanaqadir jitel kelyapti bu yerga. Maniyak jitelmi? Jin ursin. Shoshma. Mening uyimda o'tiribsan. Ket bo'lma. Bu mening uyim. Men merdan sotib oldim-ku. Bu mening uyim edi. Yo'q, mening uyim. Ket. Qani ko'rasan? Ket. Qani ko'rasan? Men shunchalik tish qo'yaman. Jin ursin do'stlar. Qanaqa alkash jitelmi bu? Nima bu? Xo'p, mayli, nima bo'lsa ham yaxshilikka bo'lgan bo'lsin-da, do'stlar. Mana bo'lmasam, mana bunaqasiga raqsga tushib beraman. Do'stlar, juda ham kayfiyat ko'tarish uchun sizlarga juda ham zo'r animatsiyalar qilib beraman. Kanalga a'zo bo'ling, iltimos do'stlar. Biz yaqinda raqsga tushib 200 ta bo'ldik. Shuning uchun 300 taga yaqin qoldik. Davay do'stlar, obuna bo'ling va meni kuzatib boring. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Nimadir bug bo'lib qoldi, mayli. E'tibor bermaymiz do'stlar. Shunchaki yana ishimizni davom ettiramiz. O'zi oxirlab qolganda-chi, mana bu jitel kelib meni ta'qib qila boshladimi, bilmayman. Meni uyim deydimi, o'zlaringiz ham ko'rishingiz mumkin. Hop, mayli, nima ham qilardik? Mana shu uyimni ta'mirlab bo'lgandan so'ng kadrni yoqib sizlarga ko'rsataman. Stop, mana bu yerda nimadir yozilgan. Kechqurun derazadan qarasang o'lasan. Nima? Bu nima degan gap bo'ldi? Kimdir biz bilan prank qilyapti shekilli. Yana bilmadim. Balki jitellar ham bo'lishi mumkin, chunki bu yerda jitellari tez hazillashib turishini aytgandi bir kishi. Shuning uchun mayli, e'tibor bermaymiz. Shunchaki buni otib yuboramiz. Mana do'stlar, deyarli hammasini qilib bo'ldim. Endi mana bu qog'ozni lavaga otib yubordim. Barchasi yaxshi. Endi men o'zim uchun, uyim uchun jihozlar olsam bo'ldi. Assalomu alaykum yana bir bor janob mer. Va alaykum, qanday yordam kerak, Brian? Mebel sotib olmoqchi edim. Uyimni ta'mirlab bo'ldim. Shuning uchun. Bo'ldi. Mebel uchun uyim meni rishti bor-ku, o'shani bilasan, ha? Bilaman. Xo'p, rahmat. Bo'ldi. Endi do'stlar, o'sha uyga boryapman. Mana bu aytgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum janob jitel. Va alaykum, kerak. Siz narsalar sotasiz, ha? Ha. Shu narsalar siznikimi? Meniki. Men shunday bormi? Zo'r narsalar ekanda. Uyim uchun sotib olmoqchi edim. Olsam qarshilik qilmaysizmi? Yo'q. Ko'chib ketdik deyman. Shunaqa. Mayli. Albatta deyman. Xo'p, mana sizga ortig'i bilan beraman. Bo'lmasa, yangi 100 albatta deyman. Sizga mayda? Brian. Brian eshitgandim, chunki biz ko'chib keladi degandi bir o'yinchi. Brian degandek bo'lgan edi. Bo'ldi, tushunarli. Tashqarida xursand bo'laman. Meni ismim Max. Max yaxshi.
Shuniki ba'zi reydingiz ham bo'ladi. Hamma taniydi meni, chunki hammani uyda mahsulotlarni men olaman. Men olib kelaman demoqchi. Xo'p, mana pullar. Rahmat. Ishingizga omad. Mana yana sizga pul. Meni kelib turing yana. Rahmat. Endi do'stlar, hammasi yaxshi. Mebellarni ham oldim. Uyimga shunchaki mebellarni o'rnatsam bo'ldi. Bugungi kechni ham tugatib olishim mumkin. Xo'sh, yaxshi. Shuncha mebel oldim-a. Qimmat bo'lsa ham olishim kerak. U yaxshi jetelga o'xshayapti. Menga yaxshi mebellar berdi, sifatli. Men bu mebellarni internetda ko'rgandim. Shuning uchun olaman. Kech ham tushib qoldi. Uxlamasam bo'lmaydi. Juda ham uyqum kelib ketdi. Nima bularni qo'yay. Xo'p. Endi svetni o'rnatamiz. Tok kelgan yaxshi. Endi yaxshilab dam olaman. Xo'sh. Birinchi bo'lib mana shu yerga notebook qursam ham bo'ladi. Mayli, YouTubedan birorta video ko'rib o'tiraman. Kelinglar. Hal ko'radi metadi. Kelinglar. Yaxshi. Hozir kelamiz. Hal ko'rasan bizdan. Marayat. Hal ko'radi. Yuringlar.